Qishloqqa kelin bo'lganingdan keyin nimalar bo'ladi? Xo'rozdan oldin uyg'onib, xotinini tuxumini o'g'irlab qochasan. Kelin poshim mana, sigirlarni sog'ing jon qizim. Mani oyim sigir sog' uchun tug'maganlar. Oyjon, yumshoqqina ekan-a? Tepmaydimi bu? Birinchi kunlar sal qiyinroq o'tadi. Non yopasan, tappi yopasan, yer chopasan, suv tashiysan, supurasan, kirlarni yuvasan. Keyingi kunlarda ham dam yo'q. Shu ishlarni davom ettirasan. Kamida umring oxirigacha. Sani chiroying endi kuchukka ham, mushukka ham qizumas. Shuning uchun oynaga qarama. Undan ko'ra molga qara, tovuqqa qara, qo'yga qara, eringga qara, oyjoningga qara, yiqilib tushmasligi uchun yerga qara. Havla, shuncha suvvol bo'ldi. Umiddagi shotga svet qo'yili, kechqurun tualetga chiqishga qo'rqyapman. Unda kunduzi chiq. Mashhadini shunday jaqmaydi, doim chachini jazib akabin menimga chiqadi. Nima deyaptilar? Maqtayaptilar, keyingi safarlarda tushunamiz.